do'sting bo'lsa qadrdon har xonaga yaraydi, xayras uzoqqa bo'lsa ham zang urib holing so'raydi. do'sting bo'lsa qadrdon ham ish qiladi purson, do'sting bo'lsa jonajon ham ish qiladi purson. Shoir Nur Mamatjon bilan do'st ekan shoiri G'ulom Farruxjon. Albatta mana Bulxondan inoqalik borasidan va do'stlik borasidan viloyati Faryob Rusvali Qaysar qariya Yangi Toshqindan hazır mamlakati do'st Turkiyaga musofir yashab yurgan javon mashhur shoirlarim shoir Nur Mamatjon va shoir G'ulom Farruxjon ana shularning kavlarini birlikda yozgan she'rlari bilan Zodiyon esasida o'qishlar safto'lishdi. Xush bo'lsinlar. Misli nog'aday bo'lib yashab yuring chirog'im, endi aytarman bo'ldi men og'alidan bir doston. do'stingga yaxshi gap aytib dushmonga bergan siyosat, shoir G'ulom Farrux bilan o'lmasin shoir Nur Mamat. shularning o'rtasiga hech yolg'on gap yo'q ekan, shoir Nur Mamat oshnom va xiyli mehribon ekan. shular bir-biraviga hech yolg'on aytmas ekan, shoir G'ulom Farruxjon ham do'stim vafodor ekan. Bag'ingdan oldim odam, ohista qo'yay qadam, shoir Nur Mamatjon kivo darkati aykan odam, darkati aykanlarga Zodiyon urguncha nukar, yuragingdan gulami G'ulom Farrux birodar. shoir Nur Mamat oshnam avsaladan olding kar, shundan mudom yashab yur do'stlik hamisha darkor. Talberdim xondaningga baxshish bo'lsin inog'am, biz mardim duo go'ying napijab yurgin mudom. Salla Zodiyon nukariz shunga yurangiz to'lsa, koshki hamma do'stlarim misli sizlarday bo'lsa. Yuzimni ko'rdi deyman chodiri alvon alvon, mani kan kirit poyamsan o shoir Nur Mamatjon. jigar sukut qilman g'amlab faramosh bo'lsin, ana shu ikkita shoir Zodiyondan xush bo'lsin. Maqsadim xush qilmoqda, boshqa maqsad yo'q menda, do'st ekan mudom shunday yod qilsa yondasanda. shu ikki shoir bilan aylanib kelsam shayar, shu ikkovga amr qilsam o'pim qo'ymaydi yerga. Qadrimni biladi, shularga yurak to'ladi, ana shu ikkita shoir inog'i xondan bo'ladi. Damran tabiya ko'zlari xumariya, shoir Nur Mamat ishtin xondan tilim bariya. shoir G'ulom Farruxdan bu xondan ishti xush bo'lsin, jigar sukut qirman g'amlar faramosh bo'lsin. Har kim xohlasa shunday mas-maskan pullarda she'rlar yozib farmoyish beraman desa, yagona mashhur shoirim o'z shoirlarimdan shoir G'ulom Farruxjon bilsin. Raqamlari 2093 70 46 73 71. Farmoyish qilmanglar. shoir Nur Mamatjon WhatsApp raqamlari ham 2090 546 428 73 oxiri 9. Yüreğle
co'shgan pilla xonanda qilay qatar ko'rgan inson sizlarga xiyli ofarin aytar Asiya gardimni qalam rangi zardimni shu kinoga bo'lib vayron qildi mardimni Shu ro'z bir kaftar ko'rdim va xudo keldi xushim o'sha ibn Muhammadjon o'zing farmoyishing Meni keldigan dünya Allah'ım işlim dadını Şular değmez şairlerdi Allah'ım bilsin radını Şair G'ulom Farruxjonni ko'rsam xiyli boadab Shoir Muhammadjon ham mudom urar yaxshi gap Yüzümni ko'rdi demang dushmani sari zulsin Inoga bo'lgan oram shulardan ibrat olsin Yüzümni ko'rdi demang yaxshi do'stni saylagin Mardi beshisin buni gurulaga taylagin Qulginanga boqardim ziyoda bo'ldi dardim Facebooklarga ham taylam eshitsin buni mardim Bazam shukr qilaman bo'lmasin bundan matar Ba'zi beg'ayratlar bor do'stman deb yolg'on aytar Ham emas u ham emas palavlar edam emas Bu ikkita shoirim undoq do'stlardan emas Ba'zi insonlar o'ldirsa aytmaydi rost Bu ikkita shoirim nomard do'stlardan emas Shoir G'ulom Farrux bilan o'lmasin shoir Muhammadjon Ana shunday javonga o'lguncha nukar-zodiyon Yüzümni ko'rdi demang menga jon jo'ling ilmas Mana xushlaygan sodir shu joyda qilay xolos Bu shoir Muhammadjon senlarga salom Bu shoir G'ulom Farrux zotyon o'zingga g'ulom